Ya'ni e'tibor olmaslik bu nimada? Balki qo'rqadi, balki aybim bor deb biladi. O'shaning uchun gapirishga qiynalishi bolada aynan onani ruhiyatini shu vaziyatda, oiladagi muhitida, ruhiyatida kelishib olmayotgan vaziyatlari bor. O'shani gapirish kerak, tushunish kerak, to'g'ri fikrni yetkaza bilish kerak. O'sha narsani daragi sifatida keladi. Ya'ni nevygovorenность, ya'ni aytib bera olmaslik bolaniki, demak onaga signal. Siz nimanidir gaplashib olishingiz kerak. Agar yana qo'shimcha qiziqtirayotgan aynan nimaligini topmoqchi bo'lsangiz, mutaxassisga murojaat qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz menga, xohlasangiz boshqa yaxshi o'zingiz biladigan professionallarni topa olsangiz, agarda o'shalar bilan ishlashingiz kerak. ZPR aqlida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni, demak onalarida muammo tushunishni xohlamayotgani, ZRR nutqida muammosi bo'layotganlar, aynan gapirishida muammosi bo'layotgan bolalarniki, demak onalari ichida aytolmayotgan gaplari borligidan darak.